9-dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunini xotirlash muhojiratdagi Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan Qozog'istonning Olmuta shahrida bo'lib o'tdi. 10-dekabrda Oqshol restoranida Olmuta shahri va Olmuta viloyatidagi yeza va mahallalardan kelgan vakillar bo'lib 100 dan oshiq odam yig'ildi. 9-dekabr kuni Qirg'iziston Uyg'urlari 24-noyabr Urumchida yuz bergan o't ofatida qazo qilgan qarindoshlarga atab xatmi Qur'on qildi. Marosimga Bishkek shahri va uning atrofidagi yezalardan kelgan 200 dan oshiq Uyg'ur vakillari qatnashdi. Xitoy Sharq Turkistonning boyligini bulang-talang qilish hamda Xitoy oqqullarning Sharq Turkistonga ko'chib kelishini rivojlantirishdek razil maqsadida Lanjo Sharq Turkiston temir yo'li Jang Alatau liniyasining ko'paytib yasaladigan 2-liniyasida ish boshlagan. Bildirilishicha, Lanjo Sharq Turkiston temir yo'li Jang Alatau bo'limining ko'paytib yasalgan 2-liniyasi Yangi Osiyo Yevropa cho'ng quruqliq ko'riki va davlat temir yo'li to'ri asosiy ramkasining muhim tarkibiy qismi ekan. Xitoy bu orqali Xitoy Yevropa navbatchi poyezd yo'lining rolini yanada kuchaytirishni planlagan. Xitoy Savdo ministrligi Amerikaning Xitoyga qarshi o'zak eksportini kontrol qilish tadbirlari to'g'risida Dunyo savdo tashkilotiga arz sunganligini bildirdi. Washington hukumati 8-oyda tasdiqlangan va kuchga ega bo'lgan o'zak va ilm-fan qonuni bilan davlatda yerim o'tkazgichning ishlab chiqarishini yaxshilash uchun ishlab chiqarish aslahalari quradigan shirkatlarga iqtisodiy jihatdan yordam va bojda kechirim qiladiganligini e'lon qildi. Amerika Savdo ministrligi bo'lsa, oktyabrning 5-da Xitoyning eng chong ishki saqlag'ich o'ziki ishlab chiqaruvchi shirkati bo'lgan Yangziti ishki saqlag'ich texnikasi va eng chong yerim o'tkazgich qattiq detal ishlab chiqaruvchi Naura texnika guruhi qatorliq 31 shirkat va organning eksportini kontrol qilish tizimligiga kirgizilganligini e'lon qilgan edi. İran davlat taratqullarining xabariga qaraganda, İran iqtisod ministri Ehsan Xandozi rasmiy ziyorat uchun poytaxtda Tehronga kelgan. Xitoyning muavin bosh ministri Hu Chunhua va uning yuqori darajalik vakillar umiki bilan ko'rishgan. İran bilan Xitoy o'rtasidagi 25 yillik universal hamkorlik kelishimi doirasida energiya, neft, tabiiy gaz, birlashma mablag' silish, pul almashtirish va strategik ig'izlar qatorliq har qaysi sohalarda 16 turli tushunish eslatmasi imzolangan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Afg'onistonning poytaxti Kobuldagi bir Xitoy mehmonxonasiga qilingan qurolliq va bomba hujumida 5 Xitoy fuqarosining yaralanganligini xabar qildi. 12-dekabr Afg'onistonning poytaxti Kobuldagi bir Xitoy mehmonxonasi qurolliq hujumga uchragan bo'lib, hujumda 3 odam o'lib, 21 odam yaralangan. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar Vengriyaga berilgan birlashma mablag'ining 6 milliard 300 million yevrolik qismini vaqtincha to'xtatishni qaror qildi. Yevropa ittifoqi uzundan buyon Vengriyani demokratiya va qonun bilan idora qilish qatorliq muhim sohalardagi chekinishni tanqid qilib keldi. Yana bir tarafdan Vengriya kelar yili Ukrainaga 18 milliard yevro iqtisodiy yordam berish va birdek talab qiladigan dunyo boj shartnomasi qatorliq masalalarni tasdiqlamadi.